Tasavvur qiling. Inson hayoti oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan juda kichik bir hujayradan boshlanadi. Bu hujayra spermatozoid. U erkak organizmidagi urug'donlarda yaratiladi. Ichkarida tinimsiz ishlaydigan millionlab kichik laboratoriyalar mavjud bo'lib, aynan shu yerda yangi spermatozoidlar hosil bo'ladi. Bu jarayon spermatogenez deb ataladi va uni testosteron hamda FSH gormonlari boshqaradi. Lekin spermatozoid bir kunda tayyor bo'lib qolmaydi. Uning to'liq yetilishi uchun qariyb 64-724 kun kerak bo'ladi. Keyin esa u epididymiz deb ataladigan joyda yana bir necha hafta davomida sayohatga tayyorlanadi. Qiziq tomoni shundaki, 1 millilitr sperma ichida 15 milliondan 200 milliongacha spermatozoid bo'lishi mumkin. Erkak organizmi esa har kuni millionlab yangi spermatozoid ishlab chiqaradi. Yana bir hayratlanarli fakt. Bolaning jinsi ham spermatozoidga bog'liq. X xromosoma qiz, Y xromosoma o'g'il. Shunday qilib, ko'zga ko'rinmaydigan bu mitti hujayra aslida yangi hayotning boshlanishidir.